amalga oshirilishi uchun litsenziya talab qilinadigan faoliyat turlari bor. Menga ko'rsatilgan maket 2 yil oldingi maket. Bu yerda bolalar bog'chasi, bu yerda bolalar o'yingohi, bu yerda bu bo'ladi degan narsa 80% ga o'zgarib ketdi. U uy joyi o'zgarib ketdi. Bu yerda oldida 25 qavatli yangi binolar tushdi. Biz olgan joyimiz orqasiga ham qurilish qilyapti, oldiga ham qurilish qilyapti. Ya'ni bu menimcha maket ham hujjatga o'tadimi? Bemalol masalan mas'uliyat. Ya'ni men maketga qarab sotib olaman. Maketga qarab olganimdan keyin bugun ko'rgan maketim mana bu kompaniyaga bo'lgan ishonchim kardinal to'xtatdi. Egalari nuqtai nazaridan menga muloqot chiqmaganligi kardinal to'xtatdi. Peripiska, Telegram hammasi menda fiksatsiya bor. Audio, video, tekst xabarlar. Ya'ni shu narsa bo'lmaganligi uchun men aloqaga chiqyapman. Bugun hozir sizlar bilan ko'rsatib qilyapman. Ajamas bir ommaga va bularning egalariga ham mana shu videoni beringlar degan ma'noda qilaman. Bularga aytdimki, agar haligi mirovoy deydi-ku, yaxshi ma'noda boshidan oxirigacha bir aka-ukaligimiz bo'lsa, mana shartnomani bekor qilaman. Birinchidan pul to'xtataman, ikkinchidan meni pulimni qaytaradi. Hop deb ignor yonsa-da, men keyin qiladigan narsanim yuristlarni o'rtaga qo'yaman. Bu ham ignor bo'lsa, men ommaga kuni uzoq boraman, xohlagan nimalarni olib boraman. Ommaga chiqarsam sizlarga bu undan ham katta she'r bo'ladi. Ochiq narsani aytib qo'ying, keyin biroz aytmabsiz Hasan aka. Biroz aytmabsiz Husan aka, holat bo'lmasligi uchun. Va nafaqat uni qilaman, nafaqat o'zim olgan. Men yaqinlarimga, qarindoshim, kuyovim, ojam, qudam aytgan insonlarimga ham aytaman. Men chiqib ketyapman. Mabodo o'zingiz chiqib ketib biroz aytmabsiz degan holat bo'lmasligi uchun deb ularga ham aytaman degan narsani aytdim. Bo'l tushundik dedi-yu, lekin amalda men hali bir yechim ko'rmadim. O'shaning uchun maketni o'zi bemalol ish qo'zg'atishimizga asos bo'ladi. Menimcha sizlar bilan agar xo'p desanglar birga bu ishni boshlaymiz. Bo'ladi. Maket deganda nimani tushunishimiz kerak? Misol uchun hozir men agar ommaviy axborot vositasida yoki bo'lmasam ommaga biron bir bugun 3 kun davomida biz e'lon qildik, dushanbadan boshlab payshanbagacha mana shu uy muammosiga oid bo'lgan har qanday masalangizni biz tekinga hal qilib beramiz desam, o'sha kunlari kelgan har bir fuqaroni men qabul qilishga majburman va undan bir so'm pul so'rashim haqqim yo'q mani. Men e'lon qildim, chunki publichniy oferta bo'ladi bu narsa o'zi. E'lon qilingan narsa. Men o'zi e'lon qildim, e'lon berdim, oferta sifatida, uni ommaviy oferta degan narsani misol uchun berildi narsa. Endi sizda hozir ommaga chiqarib qo'yilgan holatdagi maketda mana shu shartlarda va mana shu loyiha, shu kunlar, shu muddatda chidaydigan xabarlari bo'lgan bo'lsa, bu narsa umumga, ommaga nisbatan qo'yilgan narsalar, bu uning uchun majburiy bo'lib hisoblanadi. Va u o'zini misol uchun majburiyatini oldi va undan keyin gaplashilgan birlamchi muzokaralarda ham bu narsa to'g'ri hammasi aytilgan va bu narsa bu tomondan aytilgan gap otilgan o'q bo'ldi. O'sha narsa ketdi. Haligacha Telegram kanallarida bor eski maketlar, eski ana o'sha narsa bilan siz undan misol uchun talab qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari sizda hozir shartnoma ham bor. Bu maketdan tashqari, maketdagi loyihani misol uchun sizga e'lon qilingan haligi loyihasi mana shu hujjat ichida ham aks etishi kerak va sizga bergan e'lon reklama misol uchun. Shu Telegramda berilgan reklama ham, reklama to'g'risidagi qonun bo'yicha ham o'shanga muvofiq ravishda bo'lishi kerak va agar u narsani muvofiq bo'lmaydigan bo'lsa, unga nisbatan javobgarlik choralari ko'rishdan sabab bo'ladi. Ya'ni bu asos bo'ladigan hujjat. Shundan kelib chiqib siz bunga murojaat qilishingiz ham mumkin. O'sha narsani ilova qilishimiz ham mumkin murojaatda. Keyin siz aytayotgan choralardan tashqari endi bu misol uchun hozir biznesda juda katta narsa bu reputatsion risklar bor. Bu risklar ya'ni obro'sini yo'qotish bilan bog'liq bo'lgan risklar ko'p, katta. Sababi uni orqasidan nechta odam ergashishi mumkin. Bu yerda bo'ladigan savdo tushib ketishi mumkin. Bu tabiiy zararga olib keladi. Bu ham haligi jami 3 mingta xonadon. Hozir 3 mingta bo'lsa, misol uchun ko'proq bu narsani nima deymiz? Samoregulativniy mera deymiz. Ya'ni o'zini o'zi tartibga soladigan odamlar o'rtasidagi narsa. Misol uchun axloqan biron bir zid narsa bo'ladigan bo'lsa, podpisчикlardan chiqib ketadi odamlar. Misol uchun qanaqadir hali nimani spikerda yoki bo'lmasam o'sha odamni o'zini lichniy brendi pasayib ketishi mumkin. Shunga o'xshagan narsa bu ham hozirgi holatda. Endi
Bundan tashqari qanaqa choralar bor deydigan bo'lsangiz, bularda qonun bo'yicha litsenziya talab amalga oshirilishi uchun litsenziya talab qilinadigan faoliyat turlari bor. Buni sababi nimadaki, sababi litsenziya orqali davlat regulyator sifatida bu narsani tartibga solib turadi, har bir sohani. Litsenziya talab qilinadigan faoliyatni turlari shunaqa belgilanadiki, misol uchun, tabiatga, atrof muhitga, fuqarolarga, davlatga, manfaatlariga zid bo'lishi mumkin bo'lgan faoliyatlar, ya'niki ayni bir qanaqadir chegaradan chiqqan holatda bajarilsa, bu narsalar qanaqadir zararlar yetkazib kelishi mumkin. Ekologiya bo'yicha, misol uchun, qurilishda ayni bir holatda bu tartibga solinib turadigan faoliyat. Demak, litsenziya talablariga javob berishi shart korxona litsenziya olgandan keyin. Mana shu litsenziya talablarini buzilishi, ya'niki qurilish normalarida o'sha qonun hujjatlarida belgilangan tartibga rioya qilmasdan faoliyat yuritishi, ayni bir holatda 14 qavatli uy quraman deb 20 qavatli uy qurib odamlarga sotilishi, bu buzilish hisoblanadi. Ya'ni bularni litsenziyasini o'zi juda katta xavf ostiga olinadi. Hozir litsenziya o'sha Qurilish vazirligi tomonidan buni, misol uchun, inspeksiya tomonidan tekshirilishi va unga oid bo'lgan yana undan kelib chiqadigan yana boshqa haligi ta'qiblar kelib chiqishi mumkinligi, bu katta xavf quruvchi uchun va buni Investorlar uchun. investorlar uchun ham katta xavf, chunki investorlar bu narsani tabiiyki shunaqa. Endi bu holatda investorlarni murojaat uchun murojaat qilgan paytida Qurilish vazirligi tomonidan, o'sha inspeksiya tomonidan, qurilish inspeksiyasi tomonidan bu narsalar nazorat ostida tekshiriladi va pul tikib qo'ygan investorlar uchun ham katta xavf